Assalomu alaykum aziz do'stlar, Modern Games kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda Mortal Kombat X o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Nasib qilsa bugun akalar yana videorolikimizni kanalimizga ham qaytadan boshlab oldik. Sizlardan video boshdagi iltimosimiz kanalimizga like bosib, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar akalar. Bu videomiz shunchaki test tariqasida chiqyapti. Mortal Kombat o'yini umid qilamanki, siz aziz muxlislarimizga albatta yoqadi degan umiddaman. Va hozir men buni birinchi marta video qilib o'ynayotganim uchun o'rta nastroykada qilib o'ynab ko'ramiz. Xo'p. Klaviaturani ovoziga, keyin mana ventilator ovoziga nima e'tibor bermaysizlar, bu nimaning ovozi o'zi? Mana klaviaturam bilan nutq ovozi. Yaxshi, demak, boshladik. Birinchi marta o'ynayapman do'stlar. Shu o'ynayning nima ekan bu akalar? Blokimiz o'tmadi do'stlar. Shu yana bitta. Bu yaxshi turibdi do'stlar bu. Yaxshi. Tamom emas. Birinchi raundni yaxshi etdik. Şakalar. O'zi birinchi marta o'ynayotganim uchun akalar menga medium ham o'rtacha ham normalniy ekan akalar. Bunisi klaviaturada ham uncha o'ynashni bilmayman. Yaxshi. Hop, fatality qilib ko'ramiz. Bu birinchi fatalityimiz bo'ladi. Hop. WWE. Bo'lmadi. Mayli. Chiqsa do'stlar. Birinchisiga bo'lsa kerak. Scorpion wins. Voy. Witness round 1. Hop, chiqamiz. Albatta player o'yinchilar alishtirib o'ynab ko'ramiz bugun. Bitta o'yinchida o'yna olmayman do'stlar. Hammamiz Johnny Cage. Yaxshi, mashina versiyasi. Yana bitta randomga qo'ydik. Milena. Kuchli raqib chiqdi. Yo'q, qaysi bilan Esimdan chiqib qoldi akalar. Mayli-cho. The failed actor. I'm gonna get my awards and shove them through your skull. Touchy, aren't we? Round 1. Fight. Udan o'xshamay qoldi. Thank you and good night. Yo'q. Voy, onang nima gör. Bu qo'ydi akalar. I saw you staring. Yomon o'ynayapti bu akalar. Boss. Voy, onang nimaga fatal bo'lib ishlatib qo'ydim. Ushaman buni, opanishi. Aynan paytda baş mol holatda Johnny Нормальный персонаж сам уже. Хорош.
Mana endi o'yinimiz sal qizidi. To'xtanglar do'stlar. Yo'q. Bitti. Voy onay nima bu. Gazib qo'ydik do'stlar. Tasty. Revansh qilamiz akalar. Lena wins. Revansh bo'ladi. Hozir akalar. Johnny Cage mening o'zi eng sevimli personajim, lekin nimagadir uncha o'ynay olmadim. Hozir Repulsive. Round bale. fight. Revansh chaqilaman akalar. Şu Alloş. I'ma do it. Şöyle. Ve ana ineme kereği başta bu kovar yanıma karıydı arkadaşlar. Olmaz. Birinci round. Yine kolumu alıp götürdü. Girl's best friend. Kolu altı vardı az yine deyken. Boshqa filmlar bosyapman ekan men akalar. Endi inayni ko'rsataman senga. Hafi. Hadi a. Ne yapıyor akalar? Nimagadir bugun? I'd frame that. Mayli, necha Johnny istiyor akalar? Cage Muhturada. wins. Hop, endi yana bir boshqa personaj tanlab ko'ramiz. Ondan sonra Jason'la oynab ko'raymi bak. Jason Voorhees. Mana akalar. Leatherface. İşte zo'r raqib bo'ldi bir-biriga. Endi Pennywise ham bo'lganda zo'r bo'ladi, lekin Pennywise qo'shmagan. Lekin yomon emas akalar. Shunga qaramasdan Mortal Kombat'da o'ziga yarasha o'rlov nimalari qo'shilgan personajlari. Onay nima? Yomon ishlar bo'ldi. Fight. Jasonning kinosini ko'rganlar ham bo'lsa kerak o'zi. Vur onay nimaga? Oh, çakalı. O'zcha sakraydi akalar menga. Yirtib olaman akalar, g'ajib olaman mana shu. Round 2. Fight. Omon qildi.
Qilgan ekan buni akalar. Nimaga tepib olmayapti buni? Onayni nima bo'ldi? Ha bo'lgan. Yana boshqa tugmani bosyapman ekan onasini ham. Qo'lga tushdi. Mazas. O'lib ketma. Oh. Oh. Jon berdi akalar. Ha, rosh. Yo'q aka, onayni ko'rsataman men aka. Nimagadir bugun hech qanaqa fatal blowlar o'tmay, finishinglar bo'lmayapti. Birinchi marta eplolmayapmanmi yo? Wins. Menimcha buni masofasi bor do'stlar. Shu masofasining evaziga ham eplolmayapman shekilli. Mana shu oxirgi jang bo'ladi do'stlar. Sub-Zero. Kimga qarshi qo'ysa ham qo'y. Jackie Briggs. Jackie Briggsga qarshi qo'ydi. Oh, it's on. I am not your enemy. Round 1. Fight. Ona elinme gör. That's how you lose it. Round 2. Fight. Ona elinme hozir. Bashariyni xonga berayman seni. Men aka. Bekar qilding qizing. Favvosh. Final Shakualyan. fight. Nima o'ynayapsan? Sha. Sekin. Ketgalanma. Kelyapti akalar. Opet kelyapti. Bu loqi tugadi akalar. Voy. Mayli, baribir o'xshatolmay turdim ustidan ham. Hop. Sub-Zero wins. Yomon emas. Xo'sh, akalar, menimcha bugungi qisqacha videorolikimizni yakunlasak ham bo'ladi. Sizlarga namoyish etmoqchi bo'lgan videorolikimiz mana shulardan iborat edi. Albatta videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Va video haqida, o'yin haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Modern Games kanali bo'ldi do'stlar. Buni hali Mortal Kombat'imiz sujetli o'yinlari ko'p do'stlar. Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 11 Aftermath, Mortal Kombat 1 va nihoyat Chaos Rangerslari bor. Sizlar xohlasanglar do'stlar kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz mana shu sujetlarini, o'yinning sujetlarini chiqarib boraveramiz. Hozir do'stlar.
Mana shu yerda mana story syujetning bo'limi turibdi do'stlar. Mana shu yerga kelsam hozir syujetning o'yini boshlanadi. Lekin do'stlar, men bu videoni bugungi videoroligimizni test tariqasida siz aziz do'stlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun chiqardik. Albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, darsaga chiqaring desanglar bo'ladi. Men videoni chiqarib beraman. Ya'ni Mortal Kombat 9 dan boshlab. Bu hozir X do'stlar, agar hozir bundan boshlasak, syujet tushunmay qolishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Yana bir bor joninglar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr do'stlar, katta rahmat.